Domla, xulosa o'rnida bid'atdan saqlanish uchun eng muhim tavsiyalaringizni berib o'tsangiz. Ustozlarimizning tavsiyalari, takliflari bor. O'sha takliflardan eng birinchisi ilm o'rganish, kitob o'qish. Birinchisi. Demak, buni sababi o'zi aslida ilmsizlikka borib taqalayaptimi? Ilm o'rganish. Ilmni ham o'rganganda o'sha hamma e'tirof qilgan, olim deb topgan, o'shini gapini mu'tamad bo'lgan, ya'ni o'sha odamlar suyansa bo'ladigan olimlarni yozgan kitoblari, fikrlaridan ilm o'rganib xulosa qilish kerak, xulosa fikr hosil qilish kerak birinchi navbatda. Ikkinchidan, bu narsalar dinimizni asl mohiyatini, maqsadini tushunmaslikdan ham kelib chiqadi. Dinimizni asl maqsadi molga, jonga, obro'ga, iymonga, diyonatga yetadigan zararlardan saqlash insonlarni. Mana shu mohiyatga qarab ish tutish. Men kimnidir ayblayotgan bo'lsam, kimnidir bid'atchiga chiqarayotgan yoki uni harom amal qilayotgan deb unga fikr mulohaza aytayotgan bo'lsam, uni iymoniga yoki shu mol joniga, obro'siga zarar bermayapmanmi degan savolni berish o'zi. Ya'ni dinni asl mohiyatini o'rganish. Uchinchisi, dinimiz ibodatlari, dinimizni asl buyurgan farz, vojib bo'lgan ibodatlari va unga qo'shimcha bo'lgan amallarni ajrata olish. Alloh taoloning buyrug'i va unga qo'shimcha bo'lgan, ya'ni muhabbatdan paydo bo'ladigan insonni o'sha ibodatlarini ko'paytirishga bo'lgan harakatlarini ajrata olish. Hattoki bir oyat karimada Alloh taolo mana shunday o'zlariga ruhoniylikni, ya'ni rahbaniyatni lozim tutgan Iso alayhisalomni qavmlarini maqtagan hattoki. Ular o'sha mo'min edi, muslim edi, qalblarini rahmat, ra'fat, ya'ni o'sha yumshoqlik bilan nima qilgan edi. Lekin shu rahbaniyatni, ya'ni o'sha uylanishni tark qilish, umuman dunyoni tark qilishni o'zlariga paydo qilgan edi deb turib, o'sha yerda ham Alloh taolo hattoki ibtadauha, ular o'sha o'zlariga mana shu narsani o'zlarida paydo qilgan edi, vaholanki biz ularga buyurmagan edik deb turib, ana shunday shu odamlarni maqtagan shu oyatda. Bu oyat kattaroq oyat, hozir balki uni aytishga vaqtimiz sig'dirmas, lekin demoqchi bo'lganimiz, Allohni buyurgan amallariga to'liq amal qilib, unga qo'shimcha bo'lgan ibodatlarni, hadislarda bor, balki zaifroq hadislar dalolat qiladigan amallar bor. Masalan, mandub bo'lgan, nafl bo'lgan ibodatlar bor. Va undan tashqari ibodatga o'xshatilgan, yuqorida aytganimizdek, keyin paydo bo'lgan amallar bor. Masalan, aytdik-ku, qanchadir ko'proq ro'za tutishga o'xshagan yoki payg'ambarimiz alayhisalomda salovat aytish uchun unga bir qancha madahlar yoki tarixlar qo'shilgan, qiroatlar, hattoki Qur'on qiroati bilan bezalgan nimalar bor. Hattoki ba'zi namozlardan keyin qo'shimcha yana namozlar o'qish, shunaqangi ibodatlar bor. Bularni ajrata olish kerak. Bu ibodat qilib, bu namoz o'qib, bu zikr aytib yoki bu salovat aytib gunohkor bo'layaptimi? Dinda asliga putur yetkazayaptimi, yo'qmi? O'shanga qarash kerak.